15-aprel jismoniy shaxslarning mol-mulk va yer soliqlarini teng ulushlarga to'lashning dastlabki kunidir. Keling birgalikda aholimizning ushbu soliq to'lovining muddatlari, berilgan soliq imtiyozlari hamda to'lovlarni qay tarzda amalga oshirayotganliklarini bilib olamiz. Mol-mulk va yer soliqlarini to'lash muddatlarini bilasizmi? Yarmisini 15-aprelgacha, yarmisini 15-oktyabrgacha. 15-aprelgacha to'lash kerak. Qachon? 15-apreldan to oktyabr oyigacha 50 yillik to'lash mumkin. Bilaman. Qachon? Shu aprelni 15-gacha, ikkinchi yarmini shu 15-oktyabr. Soliq yilda bir marta to'lanadi. Endi dekabrgacha yopish kerak-da. Bilaman, 15-aprelgacha yarmini, 15-oktyabr qolganini. 15-apreldan 15-oktyabrgacha. Oktyabr oyiga to'lab berishimiz kerak. Oktyabrga qolmasdan to'lashim kerak. To'layman. Ushbu yo'nalishda fuqarolarga qanaqa imtiyozlar berilgan? Pensionerlarga shu 60 kvadrat yer aldaqasiga shu 200 ming so'm kam to'ladim lekin aytganidan. Xo'p. Nogironlar uchun imtiyozlar berilgan. Yana Pensionerlar uchun. Pensionerlarga, nogironlarga imtiyoz berilgan. to'lovlarni qanaqa tartibda amalga oshirasiz? Plastikda. Yoki telefoningizdan? Qaynaydi. Qaynaydi orqali. Shu ilova orqali, Qaysi ilova? soliq ilovasi orqali to'laymiz. Karta orqali. Pullik orqali to'layman. Onlayn tashlashi, plastikdan ham maqlanlar soliqxonasiga shulardan. Onlayn yo'qsa plastik. Menga o'sha plastik ma'qulda, onlayn, siz onlayn to'lagan ma'qul menga. Biz shu to'lagan soliqlarimiz nimalarga sarflanadi? Kambag'allarga ozgina bo'lsa ham yordami tegadi. Balisalar quriladi. Mana bunaqa bozorlar rivojlantirishga, yo'llar ravon bo'lishiga, hammasi pensionerlarga shu soliqdan keladi bu pul.